Alloh taolo sizlarni birortangiz ish qiladigan bo'lsanglar, ana u ishni pishib, chiroyli, puxta, mustahkam bo'lishligini yaxshi ko'radi. Yalqovligi bilan ishni yarmini bajarib qolgan, yarmini tashlab ketmaydi. Usta tanlayotgan paytda ham odamlarimiz ustalarni tanlaydi. Ana uni ishi puxta deydi. Mana uni ishi pishib deydi. U uy quradigan usta bo'lsin, mashina usta bo'lsin yoki shunga o'xshagan birorta ishlar. Nima uchun? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam innalloha deb Alloh taolo birortanglar ish qilsanglar, bir amal harakat qiladigan bo'lsanglar, puxta pishib, mustahkam bo'lishligini yaxshi ko'radi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham yaxshi ko'radi. Qo'ldan o'tar, uyga yetar degan narsa birorta insonga yoqmaydi. Allohga ham yoqmaydi.